Hosna Rahimova. Olqishlarimiz Samsangilar. Bu yil rekord bo'ldi mani kiyimlarim ichida. 30 kiloli ana u birinchidagi kiygan kiyimim olib keldi. Bu yillar butun dunyoni larzaga keltirgan va butun dunyo xalqlarini hayotida yashanib kelinmoqda. Ot haqidagi qo'shiqlar ijrosi men bo'lganimdan keyin meni konsertimning nomi Qarabayir bo'lish kerak-da. Sizlarga, xalqimizga manzur bo'lgan bo'lsa, umuman konsertimiz manzur bo'lgan bo'lsa, men juda ham butun guruhimiz nomidan xursand bo'lamiz. Premyera qo'shiqlarimiz yarimidan ko'prog'i bo'ladi. Dasturimiz yarimidan ko'pi premyera qo'shiqlar bo'ladi. Hech qayerda ijro qilinmagan premyera qo'shiqlar bo'ladi. Endi biz bu galgi konsertimizda folklor qo'shiqlari ijrosi sifatida faqatgina Surxondaryo Qashqadaryo yo'lini emas, balki shu respublikamizni Xorazm xalfachilik maktabini, Vodiy folklor san'ati maktabini ham olib chiqmoqchimiz. Bizning masshtabimiz endi kengaydi. Yillar o'tgan sari butun O'zbekiston folklor san'atini qamragan holdagi repertuarimizga guvoh bo'lasizlar bugun, xudo xolasa. Men o'ylaymanki, mana shu dasturimiz milliy folklor san'atini, etno folklor janrini rivojlantirishga hissa qo'shadigan dastur bo'ladi deb o'ylayman va bugungi kelgan jurnalistlar ham qadriyatlarimizni qadrlagan jurnalistlar keldi deb o'ylayman albatta. Hammalaringizga katta rahmat. Sog' bo'linglar, birga ekanliklaringdan juda ham xursandman. Har doim mana shu milliylikni qo'llab-quvvatlashdan qaytmanglar, chunki har bir kelajakning buyukligida qadimga qadalgan izzat, ikrom ushlab turadi. Mana shu ustuni bu faqat qadimiy ajdodlarimizni doim qadrlash va bugungi kunimizni go'zal kunlarini zamin yaratadi. Mana shuni sizlar anglagan ekansizlar. Men bugungi jurnalistlar dunyoqarashi keng va qadimiy an'analarimizga sodiq qolib, kelajakka tikka ko'z bilan qaraydigan jurnalistlar keldi deb hisobladim. Kasonga qimizlari quyildi, shirboza qo'ylari so'yildi. Ko'zlariga tortildi surmalar, qoshlariga o'smalar qo'yildi. Tog'lardan aridi tumanlar, dillarga taqadi gumonlar. Yaxshilari baxtimiz keldi, ko'rmay qochadi jamonlar. Elini joylab diliga, olmoq qaytdi yiliga. Mehrini joylab diliga, oybarchi qaytdi yiliga. Qadamlaringizga ming hasanotlar bo'lsin. Rahmat. 10 yillik tanaffusdan keyin beriladigan bu konsertimizda juda ham hayajonliman. Albatta sizlarni sog'inib mana shu dasturni tayyorladim. O'ylaymanki, bugungi sizlarni qo'llab-quvvatlashinglar va o'zimizni til bilan aytganda jo'qillab o'ynashlarimni ko'rib, bu hayajonlarim uchib ketadi xudo xolasa. Sizlarni yaxshi ko'raman, boringlarga shukr. Yaxshi bilasizlar, shu opa qo'shig'imiz juda ham ko'p muxlislarimizni ham Tomog'im achishib, yig'lamay qoldim. G'aflat bosib, sizni eslolmay qoldim. G'aflat bosib, sizni 10 yil eslolmay qoldim. Opajon, dardlashgani kelingdir kecha. Dostim
Rahim va dardlashgan keling bu kecha opajon Opalarimiz, singillarimiz baxtimizga sog' salomat bo'lsin. Meni ham Allohga behisob shukrlar bo'lsin. Ikkita opam, ikkita ukam, bitta singlim bor. Shuning uchun men ukalarimdan bir xursand qilib qo'yay dedim. Sonra bu ham opa qo'shig'iga o'xshab hamma ukasi borlar. Maza qilib ukalariga tanqillatib televerdan jo'natadigan qo'shiq bo'lib qolsa. Oyni qushgim kelsa, narvonim bo'lib, og'ir yuklarimga karvonim bo'lib, yo'limni yo'qotsam sarvonim bo'lib, qadri osmonlarga teng mening ukam, dadamdayin bag'ri keng mening ukam, qadri osmonlarga teng mening ukam, dadamdayin bag'ri keng mening ukam. Bu guldastani opalarimga ham emas, ukalarimga ham emas, menga shunaqangi mehribon opalarni, fidokor ukalarni tug'ib bergan va mehribon singilni tug'ib bergan onajonimga mana shu gulni bermoqchiman. Ijozatlaringiz bilan. Faqat ijozat bersalar. Butun dunyoni larzaga keltirgan va butun dunyo xalqlarini hayotida yashanib kelinmoqda. Ming afsuski bu holat bizni yurtimizda ham, O'zbekistonimizda ham uchrab turibdi.
bir madaniyat, san'at xodimi sifatida mana shu illatlarga qarshi ekanligimizni va yangi chiqarilgan qarorlarga xayrixoh ekanligimizni mana shu qo'shiq orqali bildirdik. Sizlarga yoqqan bo'lsa juda ham judayam hayajonda bo'ldim boshida ko'rgan bo'lsanglar. Keyin sahnaga kirishdim. Albatta bugungi dasturimiz muxlislarimizga yoqqan bo'lsa, bizni shuncha paytdan beri qilayotgan tayyorgarchiliklarimiz behuda ketmadi deb o'ylaymiz. Qolaversa bugun ko'p qadrdonlarimiz chet davlatlardan ham kelib yonimizda bo'lishdi. Shaxsan Turkiyadan Cho'qay abimiz kelib mana birgalikda dasturni tomosha qildilar. Endi konsertdan keyin ko'proq gapni aslida sizlar aytishinglar kerak. Dastur yoqdimi sizlarga yo'qmi degan joyda Hakim nima dedingiz? Albatta milliylik, folklorni ko'rdik. Eng qizig'i kutilmagan holat bu o'sha illatlardan biri. Juda jiddiy mavzu. Nisbatan munosabatingizni bildirdik. Siz fuqaro bir ayol sifatida yaralish qanaqa kechdi shu qo'shiq? Endi bu qo'shiqni
juda ham bir katta o'ylovlar bilan, juda ham katta tushunchalar bilan, aslida o'sha o'zi qalbimda bor narsa edi. Hozirgi aytganingizdek, ona sifatida, bir buvi sifatida mana shu chiqarilgan qonundan juda ham to'lqinlandim va Yodgor Yuksal qani? Yodgor Yuksal hozir ona nolasini o'sha g'oyasida va yana aynan O'ktam Hakimovning o'zlari o'sha g'oya muallifi sifatida ishtirok etishdi. Shu ham yurist, ham press kotib sifatida ko'pgina fikrlarini bildirdi Yodgor va Hakimov ham to'laqonli bu qo'shiqni ijro qilishga siz o'sha arziysiz, chunki o'sha haqiqiy ona, buvi bo'lgan inson bu tuyg'uni his qila oladi va uni tomonidan ijro qilinganda haqiqiy jonli bir ona obrazi yaraladi degan fikrlarni bildirishdi va birgalikda bu qo'shiqni yaratdi. Grisloy Xotamova va Baholi Qudrat bizni fikrlarimizni qog'ozga tushirib berdilar. Mana shu jamoani yordamida Shavkatjon Mamatqulov ohanglari uchun juda qattiq ishladi. Xullas aytayapman-ku, har bir qo'shiqning orqasida katta jamoaning xizmati bor. 10 yillik tanaffusdan so'ng mana shunday natija kutganmisiz konsertda? Natijani nima deb baholadinglar o'zi? Hali men eshitmadim. Konsert bomba bo'ldi. Rahmat. Hech kim bunaqa kutmagandi, lekin Hosil opa yana qaytdi sahnaga. Rahmat kattakon. Konsert. Aynan nima uchun konsert nomi Qorabayir? Qorabayir endi o'zimizni o'zbek otlarini xonazoti va Qorabayir otini ko'paytirish bo'yicha qarorlar chiqdi va ot haqidagi qo'shiqlar ijrosi men bo'lganimdan keyin meni konsertimning nomi Qorabayir bo'lish kerak-da. Yana bir tarona bu Turon, ya'ni ayni tahlikali paytda aytilgan juda ham dolzarb bo'ldi bu qo'shiq ham. Shu haqida ham aytib bersangiz. Endi yana Turon haqidagi qo'shig'imizga kelsak, yana O'ktam Hakimov g'oyalari bilan va o'zimni albatta ko'nglimda borligi uchun ham bu g'oyani taklif qilgan odamni tashabbusini qo'llab-quvvatlayman-da. O'sha ko'ngilga yaqinligi, o'sha fikri bir xil kelib chiqishiga olib kelar ekan. Biz endi 30 yillik qadrdon do'stmiz. Buni aytadi, bizni qishloqda aytadi, tepishib katta bo'lganmiz. Shu yetib, oshna buni ayt dedi, men bo'ldi, aytaman dedim. Shu yetib Turon qo'shig'i yaraldi va so'zi ustida aynan O'ktam Hakimovning o'zlari musiqasi borasida ham aynan shoir bilan O'ktam Hakimovning o'zi shaxsan o'zi 2 oy davomida ishladi. 2 oy davomida. Mana sahnada ham Denovning qirlarida yurgandek bemalol aylanib yurdingiz. Qaysi qo'shiqdan keyin butun sahnani o'zingizniki qildingiz? Menga hamma payt sahna meniki edi bugun. Begina bugun joyim yo'q. Albatta o'ylaymanki, ikkinchi qo'shiqdan keyin men sahna meniki ekanligini his qilib, singdirdim o'zimga. Bugun muxlislarimiz haqiqatan ham 2 soatdan ham oshiq vaqtda biz bilan birga bo'lishdi va shu qo'shiqlarimizga o'ynab, og'ir aytilgan qo'shiqlarimizga birga biz bilan o'sha hamdard bo'lishdi, his qilishdi. Albatta mana shunaqa muxlislarim borligidan doim baxtliman, baxtli xonandaman deyman va o'ylaymanki, oldimizda turgan yana 2 kunlik konsert dasturimiz mana shunaqangi go'zal tomoshabinlar bilan boy bo'lib o'tadi inshaalloh. Qanchalik muxlislar va sahna sog'inchini his qildingiz? Bugun haqiqatan ham sog'inganimni his qildim. Sahnaga borishni jotib olgim keldi borga, sog'inganimdan borib. Faqat endi iloji yo'qda uni yotish, hech bo'lmasa o'tirish kerakda, uni jotib olib bo'lmaydi. Lekin shunday yayradim borga, mazza qildim. Boringlarga shukr. Keyingi kunlarda omad tilaymiz. Rahmat. Konsertingiz bundan ham yaxshi muvaffaqiyatli o'tsin. Katta rahmat. Tabriklaymiz, Hosil opa, rahmat. mana boshqa san'atkorlardan ajralib turadigan yana bir xislatingiz bu kiyimlaringiz. Liboslar o'zgacha bo'ladi sizda doimiy. Bugun doimiy biz sizda Surxoncha obrazda ko'proq ko'ramiz, lekin bugungi liboslaringiz bir-biridan chiroyli, bir-biridan go'zal. Bu haqida ham to'xtalib o'tsangiz. Va eng og'iri qaysi bo'ldi? Necha kilogramm? Oo! Doim eng og'ir Eng og'iridan degan joyi bu yil rekord bo'ldi meni kiyimlarim ichida. Lida Andrey bugun 30 kiloli, ana u birinchidagi kiygan kiyimim olib keldi. Bitta qo'shiqda zo'rg'a kiyib turdim, ko'rgan bo'lsanglar, 30 kilolik edi, o'zimdan ham og'ir. Lida Andrey, qolaversa Sherzod Fayziyev. Qani Sherzod eshityaptimi yigitlar? Sherzod xapamatli kiyimlari ham juda og'ir edi, sapoglargacha xapamatli qilgan edi. To'g'risi, men harakatlarimni bilasizlar-ku. O'sha og'ir narsalarda yana shunaqa harakat qilish uchun juda ham katta kuch talab qilindi, to'g'risini aytsam. Keyin bu yoqda Donapam juda katta xizmat qildilar kiyimlar bo'yicha. Hammalariga katta rahmat. Kostyumlar
sizlarga, xalqimizga manzur bo'lgan bo'lsa, umuman konsertimiz manzur bo'lgan bo'lsa, men judayam butun guruhimiz nomidan xursand bo'lamiz. Tabriklaymiz. Rahmat katta, sog' bo'linglar. Rahmat hammalarga.